universitet bilan tanishib chiqdik. Qanday sharoitlar yaratilgan. Talabalar uchun to'liq darajada zamonaviy axborot tizimi bo'ladimi, yangi texnologiyalar jihatdan barcha sharoitlar yaratilgan. Shuni maxsus qayd etish lozim. Bu yerda men o'ylaymanki, bunday masalani ilgari surish kerak emas. Nodavlat, davlat oliy o'quv yurtlarida qanday farqlar bor hozir menimcha respublikamiz miqyosida yoshlarga teng imkoniyatlar yaratilgan, bilim olish uchun, tadqiqotlar bilan shug'ullanish uchun ham bu yerda farqi yo'q. Davlat yoki nodavlat oliy o'quvlarda o'qiyapti deb ularning orasida qandaydir farqlar yo'q. Ma'lumki, bizda davlatimizda yoshlarga juda kuchli e'tibor berilyapti. Ular qaysi o'quv muassasasida o'qimasin, juda keng sharoitlar, barcha sharoitlar yaratilgan desak bo'ladi va bu borada qaysi, demak, universitetda o'qimasin, kelgusida ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanishmi yoki bir mohir keyin pedagog sifatida o'sishga ham yoki boshqa kasb hunarga ega bo'lishga teng imkoniyatlar yaratilgan. Oliy darajada imkoniyatlar yaratildi. Misol, bugungi mavzuga oid tadqiqotchilar ma'ruzalariga ko'ra mana dasturda ham ko'rib turibmiz, turli, demak, ilmiy tadqiqot muassasalaridan, oliy o'quv muassasalaridan, universitetlardan mashhur olimlar ishtirok etyapti. Ma'ruzalar ham juda qiziqarli, dolzarb, muhim ahamiyatga ega. Men o'ylaymanki, mazmun jihatdan ham ma'ruzalar mazmuni jihati bo'ladimi, umuman tashkiliy masalalar jihatdan ham yuksak darajada tayyorgarlik ko'rgan. Hozir bu konferensiyamiz davom etyapti. Eng muhimi, bu konferensiyada universitet talabalari faol ishtirok etyapti. Bizning asosiy vazifamiz iqtidorli talabalarni ilmiy jarayonga, ilmiy tadqiqotlarga jalb etish. Kechagi men uchrashdim, kecha talabalar bilan bir guruh bilan bu uchrashuv muloqot, suhbat sifatida o'tdi va talabalar tomonidan juda qiziqarli savollar shu joyda vujudga kelib, ko'pdan ko'p savollar berildi. Bundan qanday xulosaga kelish mumkin? Bizning talabalarimiz, yoshlarimiz haqiqatdan ham hozirgi zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda bilimga, ta'limga, ilmiy tadqiqotlarga intilyapti. Bizlarning vazifamiz esa ularga bu borada yordam berish.